Hurmatli bog'bonlar, bog' o'rayotganda bitta narsaga ahamiyat beringlar. Giloslar qulab tushishi asosiy sababi payvand tag bilan payvand ust bular ikki xil holatda o'syapti. Mana tepasi yo'g'onlashib ketyapti. Chunki uni tanasi yumshoq. Past mana olvala deymiz, nordon olcha deymiz. Shundan mana bu joyi qayishday mahkam. Bu semirishi tepadagi mana yumshoq tanadan orqada qolib ketyapti. Nima qilish kerak? Buning uchun ikki tarafda mutanosiblikni birlashtirish uchun mana bu joyga biz pichoq tortamiz mana. Mana bunday qilib. Mana bu joylarni kesamiz mana. Bunaqasini tilib qo'ysak, mana yog'ochlikkacha. Endi bu yerda yangi nima ochila boradi mana. Mana kesyapmiz mana. Tilib qo'yapmiz mana. Mana. Endi mana bu qayishni kesdik biz. Qayishni kesib qo'ydik. Endi yog'ochlik endi bir xilda kengayib boradi. Mana 3 tarafidan, mana shunaqa, bo'lmasa kattaroq bo'lsa 4 tarafidan shunaqa pichoq tortib qo'yishimiz kerak. Ingichka tig'li tig' bilan. Endi yosh kattarog'i mana orqada qolyapti, mana payvanddak, mana ulangan joy. Biz mana bu joyga mana bunday qilib mana tig' bilan mana bu joyini kesib qo'yapmiz mana. Orqa tarafidan ham xuddi shunaqa kesib qo'yamiz mana. Shundan keyin mana bu joy kalus hosil bo'ladi yangi. Kengayishni boshlaydi. Tepa bilan pasti ya'ni balansi deymizmi? Mutanosibligini, nomutanosibligini tenglab boramiz. Mana 3 yashar. Mana bu yerga biz tig' soldik mana. Mana 3 tarafidan. Mana bu orqada qolyapti mana. Endi mana bu joydan kengayish hosil bo'ladi. 3 tarafiga ham tig' soldik. Mana bir tarafi mana. Gipsokarton pichoq bo'lsa, yana ham yaxshi. Mana 2 yasharlik gilosimizga mana menaga tig' soldik. 3 tarafidan mana pastdagi payvanddagi tik holda, ya'ni vertikal holda to o'sha ildizgacha bo'lgan qismiga tig' tortdik mana. Mana payvanddak, payvand ust biz mana bu joydan bu yoqqa tig' tortib qo'yamiz mana bunday qilib mana. Mana. U yog'idan ham tig' solamiz. Bu baribir orqada qolib ketadi. Bu yumshoq. Bu qattiq. Qayish singari. Mana shu qayish kesib qo'yilsa, narxini qattiq qisib qo'ymaydi. Kengayish boshlanadi.